Misrda dam olish nimaga bunchalik arzon ekani haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Nimaga 200-400 dollar evaziga sizni uydan olib ketib, boshqa davlatga olib borib, 5 yulduzli mehmonxonaga joylashtirib, ertadan kechgacha ovqatlantirib, ichirib, ko'ngilni ko'tarib, yana qaytarib uyingizga tinchgina yuborib yuborishga tayyor. Bu juda foydali kelishuvga o'xshaydi. Ammo agar biror narsa haqiqat bo'lishi uchun juda yaxshi ko'rinsa, Misrda bu deyarli har doim tuzoq bo'ladi. Aslida arzon tur turistga sovg'a emas. Bu investitsiya. Sizga, sizning hamyoningizga, sizning qo'rquvlaringiz, hissiyotlaringiz va qiziquvchanliklaringizga sarmoya. Chunki mehmonxonadan tashqarida tur paketini o'zidan 10 baravar ko'p mablag' qoldirishingiz mumkin. Va eng qizig'i, bu pullarning deyarli barchasi bir cho'ntakka qaytadi. Bu fitna nazariyasi emas. Bu shunchaki Misr. Va siz dengizdan zavqlanayotganingizda kimdir allaqachon qancha choychaqa qoldirishingizni hisoblab o'tiribdi. Bu resepsiondagi tabassumlardan tortib, Hurgada ko'chalaridagi ovchilargacha bo'lgan mexanizm qanday ishlashini tushunish uchun keling, boshidan boshlaymiz. Ko'rib turibsizlar, syomka jarayoniga qancha kuch va mehnat sarflaymiz. Sizlardan faqatgina bitta yordam talab qilinadi. Kanalga obuna bo'lib, videolarim yoqsa like bosib, fikrlaringizni izohlarda qoldiring va undan ham ko'proq men uchun mehr berib, yordam bermoqchi bo'lganlar uchun donat uchun QR kod ekranda, havola esa описаниеda. Katta rahmat. Siz ushbu videoni tomosha qilayotganingizda Misrning qayerdadir boshqa bir turist puli va telefoni qayerga ketganini va nima uchun yangi do'st aka Habibi to'satdan javob bermay qo'yganini tushunishga harakat qilmoqda. Misr bu tizim faqat bitta yo'nalishda ishlaydigan joy. Siz to'ylaysiz, ular pulni oladi. Bo'ldi. Shu bilan shartnoma bajarildi. Misrni tushunish uchun avval oddiy bir narsani tushunish kerak. Mahalliy aholi turistni odam o'rnida ko'rmaydi. Ular Xudo barcha dollarlarini Misrda qoldirish uchun yaratgan mavjudotni ko'rishadi. Va bu haqorat emas, bu rasmiy iqtisodiy strategiya. Turizm mamlakatni arab shayxlarini neft boqayotgandan ham ko'proq boqadi. Iqtisodiyot qil ustida turganda esa odamlar bo'riga aylana boshlaydi. Misrda qashshoqlik darajasi 30% dan oshdi. Qohiraning ba'zi hududlarida ishsizlik 40% ga yetadi. Bu shuni anglatadiki, sayyohlik shaharchasidagi har ikkinchi yigit gid ham, sotuvchi ham, taksichi ham emas. U ovchi. Eng dahshatlisi, bu yerda ov qilish почти qonun bilan ruxsat berilgan. Norasmiy albatta. Ammo politsiyani o'zi Doliyada bo'lsa, nima farqi bor? Hurgadaga borganlar menga bir voqeani aytib berishdi. Bir yigit turist ayolni oldiga kelib, unga bepul braslet sovg'a qilgan. 20 metr o'tgach, an'analarga hurmat uchun 50 dollar talab qilgan. Turist ayol politsiya chaqirgan. Politsiya kelib, ikkala tomonni ham yaxshilab uzoq eshitgan va oxirida shunday degan: "To'yla." Va past ovozda yoki uchastkaga boramiz, hammasi qimmatlashib ketadi. Yoki mana yana bir holat. Bu misrlik sotuvchi senga sovg'a deb braslet beryapti. Undan keyin pulini to'yla deyapti. Can you give it to me? Issue present. No, no present. It's okay, it doesn't suit me. Happy birthday, my baby. Okay, it's a present. Got a nice present, yeah? My friend, Yeah, it's a present, right? This present too? I will do something for you, my baby. This present? Some money for baby. Smile! Stop scamming people! Stop scamming people! Stop telling them it's free and then demanding money. You're a scammer. Don't reach them. Don't reach. Don't reach. Don't reach. I'm not scared of you, bro. I'm not scared of you, bro. Fuck you there. Fuck you. Big cat. Let's go, Fred. Let's go. Xullas, bu turistning shaxsiy qo'riqchisi bo'lgani uchun ham omadi kuldi. Lekin sizda bunaqa qo'riqchi bo'lmasligi mumkin. Bunday hikoyalar istisno emas, balki xizmat ko'rsatish standartidir. Misr odam bir oy normal ishda ishlagandan ko'ra bir kuni o'zini do'st qilib ko'rsatib ko'proq pul topishi mumkin bo'lgan mamlakat. Shuning uchun har ikkinchi taksi haydovchisi, qo'riqchi, mehmonxona xodimi 5 daqiqada eng yaxshi do'stlik roli uchun Oscar olgan potensial aktyor hisoblanadi. Agar mahalliy odam sizga bepul yordam taklif qilayotgan bo'lsa, demak, siz uje qarzdorsiz. Misr kontrastlar mamlakati. Bu yerda hatto massaj ham tijorat taklifiga aylanishi mumkin. Bu esa biriga noqulaylik yoki qulaylik tug'diradi, boshqasiga esa foydali bo'ladi.
Ko'pchilikning aytishicha, Misr Yaqin Sharqdagi eng yirik yashirin fohishabozlik markazlaridan biri bo'lib, bu sanoatning katta qismi aynan sayyohlar uchun ishlaydi. Ammo rasman mamlakat qat'iy islomiy va bularning barchasi mumkin emas. Sharm el-Shayx va Hurgada spa salonlar bilan to'la. U yerda massajchi sizga juda bo'shashtiruvchi xizmat taklif qiladi. Ba'zan to'g'ridan-to'g'ri qabulxonada qulog'ingizga pichirlab, ba'zan plyajlardagi posrednik orqali. Eng yomoni, bu joylar ko'pincha bevosita turistik hududlar ichida. Oilalar, bolalar va all inclusive oshqozonlar yonida ishlaydi. Misrda fohishabozlikni diniy niqoblash uchun orfi shartnomalaridan foydalanishadi. Bu shunchaki qog'oz parchasi bo'lib, go'yoki vaqtinchalik nikoh hisoblanadi. Bu tizimning eng katta sinizmi. Siz 1 soatlik xizmat uchun kelasiz. Sizga tezkor nikoh o'qiladi va gunoh tijoratga, jinoyat esa rasmiyatchilikka aylanadi. Politsiya kelganda esa qo'lingizdagi shu qog'oz sizni qutqaradi. Pul hammani rozi qiladi. Al Jazeera jurnalistlari surishtiruv o'tkazdi. Ba'zi salonlarda xodimlarning yarmi sayyohlarga jinsiy aloqa xizmatlarini taklif qiladigan erkaklar. Qolgan yarmi esa ochdan o'lmaslik uchun tanasini sotadigan eng qashshoq hududlardan kelgan qizlar. Ularning barchasi massaj niqobi ostida. Yevropalik jurnalistlar bunday salonlar haqida material tayyorlamoqchi bo'lganlarida politsiya ularni qo'lga oldi. Chunki Misrni ko'rsatish taqiqlanadi. Do'stlar, agar siz seks turizm faqat erkaklar uchun va faqat erkaklarning cho'ntagini bo'shatish uchun deb o'ylagan bo'lsangiz, adashasiz. Misr ayollar jinsiy turizmining jahon yo'nalishlaridan biridir. 30-40 yoshli mehrga zo'r turistkalar dengiz va quyosh uchun uchib kelishadi. Bir necha $100 va yangi telefonini mahalliy romantikka muhabbat uchun to'lov qiladi. Sohildagi bu Romeolar o'z boshicha harakat qilmaydi. Ular yaxshi tashkil etilgan guruhning a'zolari. Har bir ishqiy sarguzashtdan kelgan daromad mehmonxona xavfsizlik xizmati, plyaj egalari va posredniklar o'rtasida bo'lib olinadi. Yakunda ayol vataniga ko'ngli vayron bo'lib, hamyoni bo'shab qaytadi. U buni taqdir hazili deb o'ylaydi. Aslida esa u shunchaki yaxshi ishlab chiqilgan konveyerning navbatdagi mijozi edi. Misr qumlarida muhabbat sotilmaydi. U ijaraga beriladi va ijara haqqi har doim kutilgandan qimmatroqqa tushadi. Bu yerda romantika viza kartangizdagi pulingiz bilan birga tugaydi. Agar sizga Misrning kurort shaharlarida hamma narsa qonun doirasida va tartiblidek tuyulsa, bu shunchaki chiroyli reklama. Aslida davlat bu yerda faqat bayroq va binolarda bor xolos. Dengiz bo'yidagi haqiqiy hokimiyat 3 ta katta kuchning qo'lida. Mahalliy klanlar, ya'ni katta oilalar, politsiya va mehmonxonalarning qo'riqchilari. Bu klanlar hamma narsaga egalik qiladi. Yerlar, plyajlar va do'konlar ularniki. Ularning aytgani qonun. Agar biror ish boshlamoqchi bo'lsangiz, albatta ularga pul berishingiz kerak. Politsiya esa bu tizimning krishasi. Ular tartibni saqlash o'rniga har bir sotuvchidan, massajchidan va ekskursiyachidan o'z ulushini olib o'tiradi. Turistlar qadam bosgan har bir yerda kimdirga dolya beradi. Mehmonxona qo'riqchilari ham oddiy odamlar emas. Ular sobiq harbiylar yoki politsiyachilar bo'lib, klanlar va politsiya o'rtasidagi aloqani ushlab turishadi. Pul oqimi to'g'ri cho'ntaklarga tushishini aynan ular nazorat qiladi. Eng achinarlisi, bu pullardan davlat byudjetiga deyarli hech vaqt tegmaydi. Shuning uchun agar turist bilan mahalliy odam o'rtasida muammo chiqsa, politsiya doim mahalliyni yonini oladi. Chunki turist bugun bor, ertaga yo'q. Mahalliy odam esa ularga har kuni pul olib keladi. Sizda video bo'lsa ham, haq bo'lsangiz ham foydasi yo'q. Sizni aybdor qilib chiqarishadi yoki tinchgina keta qol deyishadi. Ular uchun klanlarning tinchligi muhimroq. Ekskursiyalar ham shunday. Kvadrotsikl, qayiq va diving hammasi shu klanlarning qo'lida. Ekskursiya texnikalari eskirib ketgan. Ular texnikani xavfsizligiga pul sarflagisi kelmaydi. Yangi motor olgandan ko'ra uchastka noziriga pul bergan arzonroq. Shuning uchun u yerda tez-tez baxtsiz hodisalar bo'lib turadi. Odamlar o'ladi. Lekin bu haqida yangiliklarda aytishmaydi. Turizm mamlakatning noni. Shuning uchun har qanday janjal tezda bostirib yuborishadi. Jarohat olgan yoki o'lgan odamlarning oilasiga ozgina pul berib, ishni yopib yuborishadi. Hatto plyajlardagi sotuvchilar ham bekorga yurgani yo'q. Kim pul to'lagan bo'lsa, o'sha bemalol yuradi. Agar biror sotuvchi sizga haddan tashqari yopishib bepisandlik qilayotgan bo'lsa, bilingki, uning orqasida katta kuch turibdi. Uni hech kim, hatto politsiya ham tegmaydi.
Siz esa bu tizimning ichida mutlaqo himoyasiz. Xulosa shuki, Misrdagi arzonchilikning orqasida mana shunday katta va qorong'u o'yinlar turibdi. Agar baribir borishga qaror qilgan bo'lsangiz, bitta oltin qoidani eslab qoling. Hech kimga ishonmang. Sizga bepul berilgan har qanday tabassum yoki yordamning narxi bor. Ko'chadagi ekskursiyalardan qoching. Shubhali do'stlardan uzoqroq yuring va doim hushyor bo'ling. Misr bu faqat dengiz emas, bu katta bir sinov maydoni. Va bu maydonda haqiqiy dam olish faqat qoidalarni biladiganlarga nasib qiladi. O'zingizni va hamyoningizni asrang. Davronov Faktor qo'rqmay gapirdi, siz qo'rqmay eshitdingiz.